To'lqinsimon muhabbatni yaxshi ko'ramsiz yoki yilman uzun davomlashgan muhabbat? Ben şu kaynak muhabbetini yaxshi ko'raman. Unda bo'lsa, bugun biz so'zlaydigan muhabbet deb balkim sizning shamolingizda ham pokiz yig'ib qo'yish mumkin. Ya'ni 边缘性人格障碍 BPD. Buni balkim Uyg'urchada chegara xarakter to'solg'usi deb tarjima qilishimiz mumkin ekan. Bu xil xarakterli kishilarningki muhabbat nafrati intayin aniq. Bir kimni yaxshi ko'rsa, o'lgucha yaxshi ko'rib ketadigan, nafratlansa, o'lgudek nafratlanib ketadigan shunday bir turkum kishilar ekan bu. Bu tür kishilarniki qarang, tuvandagidek 6 xil alaydilik bor ekan. Agar mush 6 xil alaydilikka tushsangiz yoki birsi tushsa, balkim mushu 边缘性人格障碍, ya'ni BPD bo'lib kelishi mumkin ekan. Buniki birinchisi haddidan ziyoda yo'linib oldigan, ya'ni hissiyot jihatda boshqalar bilan haddidan ziyoda intayin cho'nqur bog'lansam deb o'ylayotgan bular. Ya'ni men xo'shal vaqtida sizmi mendek xo'shal bo'lsangiz, men azoblangan vaqtida sizmi men bilan teng azoblansangiz, ikkimiz yurakni yurakka, jigarni jigarga yiqib, quyuq, qaynoq, hech qanday arliq qoldirmay chirmishib muhabbatlasak deb arzu qilgan ekan bu. Lekin bularningki muhabbat ko'rgan telepi intayin quyuq, qaynoq bo'lg'achqa, davomli boshqalarningki muhabbati jilman his qilinib kelib bular. Shuningdek bular boshqalarni nayt asallikim kontrol qiladigan, boshqalarni teg'imi siqib, teg'imi kontrol qilish orqali men o'ylagan muhabbat quyuqlik darajasiga yetma deb o'ylab qoldi ekan. Men ko'nglimdagidek men bilan teng azoblanmadan yo xo'shlanmadan deb o'ylayotganda. Buning ikkinchisi bularningki o'ziga bo'lgan tunishi bir qadar xira. Bular o'zining kimligini, o'ziningki qanday hayotni yaxshi ko'radiganligini, hattoki o'zining qanday odamni haqiqiy yaxshi ko'radiganligini deb ochiq ko'ramaydi. Shunga bular odatda, masalan, sizning bir do'stingiz bir o'g'ilni yaxshi ko'rib qolsa, bu qiz ash o'g'ilni yaxshi ko'radigan o'g'illarga o'xshaydi deb ash o'g'ilni tanishib qoladi ekan. Chunki bular o'zining yaxshi ko'rgan aniq emasda, shunlashqa 2-3 odam qo'g'lashgan o'g'illar cho'qim bu ashu yaxshi ko'rishga tegishlik noch o'g'illar deb shu o'g'il bolani sizdan tanishib qoladi ekan. Shunga ko'pincha bunday gumiylaringiz bo'lib qolsa, sizning yo'ldoshingizni, sizning muhabbatingizni tanishtirgan ahvol BPD bo'lib kelishi mumkin. Uchinchisi, bularningki muhabbat nafrati haddidan ziyoda aniq. Bular bir kimni yaxshi ko'rganda shundoq yaxshi ko'rib, oshga beqaror sarang talvu bo'lib, shunday yaxshi ko'rib ketadi ekan. Lekin bular bir kimga nafratlanganda chitirnig'icha shundoq zodi buningdan eski odam yo'q dunyoda deb shundoq nafratlanib ketadi. Lekin bularningki muhabbat nafrati nihoyat tezlikni qo'talmashtirdi ekan. Masalan men sizga bir tal atirgul sovg'a qilsam, agar BPD bo'lsangiz, vah, menga bo'lgan muhabbatim bir tal atirgul badi deb xo'shal bo'lib, og'zingiz, quloqingiz yetib, bu mening muhabbatim dunyoda zodi bir, buningdan yaxshi muhabbat yo'q deb meni osmoni ko'kka ko'tarib ketgansiz. Lekin yana bir xil bayramda agar men bu bayramni unutib qolsam, buningdan nachar odam yo'q, mening erim deganlik andaq nachar, mandaq nachar, andaq tes, mandaq maz deb buni tushirib 0 hattoki -100 pup qara qilib yutib qolgansiz agar BPD bo'lsangiz. Minnatdorlik yo'q ekanda unda. Ba vaqtida bek ba. Minnatdorlik hammani yig'ib hayajonlangandan berdi. Mayzı qat'iy qilmaydi. Shunga bo'lganda hammani berdigan, yo'q bo'lganda hammani elib oldigan, shundaq haddidan ziyoda radikalroq muhabbat ko'z qarashi kuchli ekan bular. Suv o'xshayotganda unda sovuq bo'lsa, vaqtida qatadigan, issiq bo'lsa, shapida eriydigan. Shundaq deb qarash bo'ladi. Bularningki 4-chi alayidligi tashlanishdan haddidan ziyoda qo'rqadigan. Chunki bu BPD bo'lib kelishniki, ya chegara xarakter to'solg'i bo'lib kelishniki sababi nima ekansiniz? Ya'ni kichik vaqtda yetarlik hamroh bo'linmagan. Endi biz ko'pinchimizningki oilasida bor bu. Bizning ota-onalarimiz bilan ishlaymiz, tirikchilik qilamiz deb bizga yaxshi hamroh bo'lib bo'lmaydi. Lekin ba'zi oilalarda bu xil ahvol ig'roq. Boshqa bu xil bolalar davomli uyda yolg'iz o'ynab, eshik teshidan qulflaqlab, shunday cho'ng bo'lgan bolalar bo'lishi mumkin. Shuningdek, davomli bularda bir xil ig'ir darajada tashlanish tuyg'usi bor. Shuningdek, bular haq men tash yutib qolmasin deb abaqdek chin kontrol qilib oladigan, angizi butun barlig'ini ato qiladigan. Angizi lekin qarshi taraf buni qancha yaxshi ko'rsa, mening muhabbat quyuq darajasiga yetmagachga yana chataqga muhabbatniki mendek yaxshi ko'rmadi deb azoblanib qoladigan, meni tash yutadigan bo'ldi yoki tash yetdi deb butun ustalni o'rib lekin qap-qara sen mehnat deb lekin xatodan birini o'ziga uradigan, shundaq bir psixologiya to'solg'isi ekan. Bunda odam bilan yursa shu boshqa ish qilmay muhabbatlasam bo'ldi ekanda, as xiyoliy tushlardan tortib. Bu bir intayin qaynoq
intayin tatlı, hem intayin açık bir xil muhabbet. Bir adam inanç bir ömürde bir qitim bunu temin etmek kerak. Lekin şu bir qitimda kifoya. Buniki 5-laydiligi biz abay degandik, buniki muhabbet, nafratniki quyuq tersi intayin yuqori bo'lg'achqa, bu boshqalarniki o'zig bo'lgan muhabbetini, haroratini his qilib bo'lmaydi. Chunki bir 100 graduslik odamga nisbatan 90 gradus, 80 gradusni uning yilman to'yiladi shunami? To'g'ri. Shunlashqa bu meni tushunadigan odam yo'q. Hech kim meni mendek, hech kim meni men boshqalarni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rmaydi. Hech kim meni tushunmaydi. Hech kim meni muhabbatimni tushunmaydi. Men muhabbatimni bersam qochdi. Men shundoq barlig'ini berib olsam, bu dunyo menga yilman so'q muomala qildi deb yolg'izlikqa, tushkunlikka oson ketib qoladi ekan. Shunlashqa bu xil kishilarda xomushlik bo'lib qolishning nisbati bir qadar yuqori. 6-inchisi undan keyin bularniki salmoq holatda qaror chiqarishi intayin mushkul bo'ldi ekan. Chunki bular hissiyot qitayni ya mayizga 100, ya mayizga 100 bo'lgandan keyin o'tirtik holatda bular asosiyatni qaror chiqara olmaydi ekan. Cho'qim mana shu qiyni qizib, masalan siz mana bir gul berdingiz, bo'ldi men shu tegma deb aytib berib sizlar xat oladi. Siz bir kuni buning ko'ngildagidek qilmay kelib qoldingiz, bo'ldi bu degan nolma ajrashma deb shalaq qilib berib ajrashadi. Agar siz shuna ta'sirlanib yursangiz, bo'ldi men erim uchun barlig'ini beg'ishlayman deb qismatida istiqbol berib degan uyda o'tirib sizga barlig'ini beg'ishlaydi. Mushunda qattiq shu mengiz chiqqanda lekin undan keyin qaror chiqara oladigan. Odatki salmoq vaqtida o'tirib qaror chiqarish mushkul bo'lgan mushundaq bir xarakter olaydi ekan. Shunlashqa agar shu 6 xil xarakter bo'lib qolsa, bu dal biz bugun so'zlayotgan borderline personality disorder. Ya'ni chegara xarakter to'solg'usi bo'lib qolishi mumkin. Endi buningki sababi biz abay degandek, yosh o'smirlik davrimizda bag'rimiz qang'idek bir hamrohlikka erishilmagan, muhabbat his qilinmagan, yolg'iz qilib qolgan bo'lg'achqa, biz muhabbatga muhtoj vaqtida muhabbatga erishilmagan bo'lg'achqa, bular mushundaq qizg'in o'tdek oltin bilan boshqalarga muomala qilaman, boshqalar menga muomala qilsin-kan deb bir muhabbat izlab, mushkul xarakterning ichiga cho'kib qoldi ekan. Deb o'tish tegishlikka shukanki, munosabatlik materialda bu xil kasal erisiyatdan qilib qilishi mumkin ekan. Agar biz mushkul xarakter to'solg'usi bo'lsak, o'zimizni o'zgartirishimiz kerakmi, yo'qmi? O'zgartirishimizmi, yo'qmi? Ba'zilar o'zininki mush mijozini yaxshi ko'radi. Bu faqat mushkul kuchlik muhabbat, nafrat lekin ondan muhabbatning, hayotning ta'mini tetiy olmayman deb o'ylaydi. Yashagandek his qildi ekan. Bular agar o'ziniki turmushi, do'stlari, xizmatdoshlari bilan bir muvofiq bir yerga, ya'ni murassa holatiga, ya'ni zicha, bir chiroyli, yarashimli holatga kelib bo'lgan bo'lsa, albatta mushundaq yashalsa bo'laveradi. Agar bu xil to'solg'u buning hayotida kuchlik azob-uqubat yoki avarsizlik kelib kelgan bo'lsa, Alfred Adlerning nazariyasi bo'yicha, musha odam o'zi o'zgartma deb o'zini o'zgartirishni xohlaslikin, o'zini cho'qim o'zgartiradi. Bu vaqtida uningga butun olam, butun dunyo buning o'zgarishiga teng yordam beradi.